Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, kim ilm olish yo'liga tushgan bo'lsa, jannatning yo'liga tushibdir. Kim ilm olish yo'liga tushgan bo'lsa, jannatning yo'liga tushgan bo'ladi deydilar. Ilm egasiga hamma salovat aytadi, hatto suvdagi baliqlar ham deydilar. Ilm talab qilib, ilm o'rganayotgan tolib ilmlarni oyog'ini ostiga farishtalar qanotlarini qo'yib turadi hurmatidan. U hali mulla bo'lgani yo'q, olim bo'lgani yo'q. Ilm o'rganyapti. Shunda uni oyog'ini ostiga farishtalar qanotini qo'yib turar ekan, ilm o'rganayotganligini nimasidan? Sharofatidan, hurmatidan. Ilm talab qilish erkak, ayol, yoshi, qari qachon qayerda bo'lsa bandani Allohga yaqinlashtiradigan ish hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sahobai kiromlar bilan suhbat qurib o'tirgan edilar masjidda. 3 kishi kirib keldi. Qarasa hamma yo'q to'lgan odamlar halqa bo'lib Rasululloh akram alayhisalomni muborak so'zlariga quloq solib ilm o'rganishyapti. Haligi 3 odamdan bittasi dadilroq ekan, tezda yetib keldida o'sha davrani ichidan o'rin topib ichkariga kirib o'tirdi. Bittasi u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, joy topa olmadida orqa tarafga o'tirdi. Bittasi qarab turib, joy yo'q ekan deb orqaga yurib chiqib ketdi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom ilmiy suhbatni tugatib bo'ldilar. Oxirga yetgandan keyin men sizlarga ana u 3 kishini xabarini beraymi dedilar. Sahobalar ha Allohning rasuli ularning xabarini bering dedilar. Ulardan kelib ichkariga kirib o'tirgan, ilmga o'zini urgan edi, Alloh uni qabul qildi, mukofotladi. Bittasi uyalib orqada o'tirib qolgan edi, Alloh ham undan uyaldi. Bittasi o'girilib chiqib ketgan edi, Alloh undan o'zini o'girib oldi. Ana ilmni fazli qanchalik. Ilmga o'zini urganga Alloh o'zini taqdim qilib, mukofotini berib, demak u bandani ajr savobga ko'madi, xayr barakaga ko'madi, yaxshilikka ko'madi. Haligi tortinchoq bo'lib orqada qoluvdi, Alloh uni jazolashdan uyaldi. Mayli, nima bo'lsa ham orqada o'tirdi. Chiqib ketib qolmadi. Chiqib ketgan hamma narsadan mosuvo bo'ldi. U Alloh undan yuz o'girdi. Ya'ni banda uchun Alloh undan yuz o'girishidan katta balo yo'q, ofat yo'q. Navbakorlik yo'q. Mana shunday tarzda insonlarni, mo'min musulmonlarni ilmga qiziqtiradi. Mana hozir sizlar kelib o'tiribsizlar, maqsadinglar namoz o'qish, Allohning ibodati, xatmi Qur'onda qatnashish va mana bu suhbatdan bir og'iz bo'lsa ham ilm o'rganish. Bu haligi hadislarda kelgan, oyog'ini ostiga farishtalar qo'ygan odamlarni sizlar namunasi ekaninglar. Allohga rag'bat qilib turganlaringiz uchun Alloh rahmat nazarini solib turgan insonlar ekanligingizni yorqin daraydi. Buni birov tilyog'lamachilik qilib sizlarga yoqish uchun gapirayotgani yo'q. Buni Allohning rasuli gapirib qo'yganlar 1500 yil oldin. Xuddi shu rag'bat bilan, xuddi shu shavq bilan, xuddi shu himmat bilan mo'min musulmonlar ilmlarni o'rganishgan.